Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sening mening yenimdagi o'rning xuddi Harunning Musaning yenidagi o'rniga o'xshash. Adi bayroqni shundoq bir kishiga bermanki, u Allohni va Allohning rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va Allohning rasulimi uni yaxshi ko'radi. Seni faqat mu'minlar yaxshi ko'radi. Seni faqat munofiqlar o'sh ko'radi. Men ilmning shahridurman, Ali uning darvozasidir. Kimiki ilm talab qilsa darvozadan kelsin degan Hazrat Ali radhiyallohu anhu. U kichik vaqtida Rasulullohga iymon etgan buyuk jasorat sahibi edi. U ajoyib bir jasorat sahibi ediki, Xaybarning ishkini o'z yolg'iz so'kib, o'ziga qalqon qilgan deyiladi. U o'zidan burunqi 3 xalifani izchil qo'llagan va xalifalik mazgillarida fitnalarga qarshi tik turgan edi. Aliga bayat qilmaymiz. Ali Osmonning qatillarini yo'shirib qo'ydi. Onunga qarshi chiqishimiz kerak. Hazreti Ali nim bo'lganligini bilish uchun har tarafga askarlarni avatdi. Hazreti Ali o'zi tarafdagilarni urushdan saqlab qolishga urinsa, Hazreti Oyisha ham o'zi tarafdagilarni tinchlantirishga tirishadi. Lekin jang hech to'xtaydigandek emas. Musulmonlar bir-birlab o'z qarindoshlarining qo'li bilan shahid bo'layotdi. Fitna degan mana shunday narsa. Bir muddatdan keyin jang Hazreti Oyisha radhiyallohu anhaning atrofida bo'lishga boshladi. Hazreti Oyisha to'gining ustidagi taxtiravonda edi. Taxtiravonga kayni-kaynidan o'qlar etildi. Suyimli payg'ambarimiz dininglarning yerimini Umayradan, ya'ni Oyishadan o'gininglar degan edi. Hazreti Osmanning 656-yili qo'zg'olonchilar tarafidan shahid qilinishi bilan Madinada intayin cho'ng qalaymiqanchilik paydo bo'ldi. Xilofat maqomida hech kim yo'q edi. Qo'zg'olonchilar yangi bir xalifaning tezroq sayinishi uchun besim ishiltiyotdi. Ummat xalifasiz qolmasligi kerak. Yangidan xalifa saylamasa bo'lmaydi. To'g'ri deysan. Darhol yangidan xalifa saylamasa bo'lmaydi. Balkim siz qo'zg'olonchilar nimishqa xalifaning tezroq saylanishini buncha arzu qiladi deyishingiz mumkin. Ularning maqsadi o'zini xuddi xato ish qilmayotgandek ko'rsatish edi. Ular shuncha cho'ng gunoh o'tkazgan bo'lsa-mu, agar yangi xalifaning saylanishida obdan rol o'ynasa kezi kelganda, mana qaranglar. Hatto xalifa chig'ida bizning soyimizda xalifa bo'ldi deyalaydi. Ya'ni o'zining kuchining qanchalik ekanligini ko'rsatadi. Yana bir tarafdan mushbanada xalifa bilan o'zicha munosabati yaqin bo'ladi-ku deb o'ylaydi. Afsus, hech qanday bir ish ular o'ylagandek bo'lmadi. Xalifa bo'lishga kimni taklif qilsa rad qilib, ularni qo'g'lashdi. Bu jarayonda nurg'unlagan sahobalar Madinaning sirtida edi. Bu qatimliq saylam garchi xohlagan taqdirdami ilgirgidek shura bo'yicha berilmaydi. Ixtilof chiqishi mumkin edi. Oxirida qo'zg'olonchilar nima qilishini bilolmaydigan holga keldi. Shuning bilan ular darhol Madina xalqini yig'di. Bir xalif tanlanglar. Bo'lmasa Ali, Talha, Zubayr bilan boshqalarni qo'shib o'ldiramiz. Bu gapni anglagandan keyin Madina xalqi Hazrati Alining yeniga berib, uningga bayat bergisi borligini aytishdi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bu ishga nisbatan intayin tamkinlik bilan muomala qildi. Bu ish bundoq kesib bo'lmaydi. Xalifani saylash huquqi Badr jang'iga qatnashganlarga oid. Talha, Zubayr, Said qayerda? Ahvolning jiddiyligini his qilgan Madina xalqi tilga olingan sahobalarni chaqirdi. O'zaro maslahat qilishga boshlashdi. Hazrati Ali 5 yoshidan beri Rasulullohning tarbiyasida cho'ng bo'lgan edi. Hamisha uning yenida turadi. Asosan degidek butun janglarga qatnashgan edi. Qachoniki birarsining oldiga chiqishga to'g'ri kelsa, ko'pligan qatim fidokorlik bilan oldiga chiqqan edi. Rasululloh nurg'unlagan vazifalarni uningga topshirib yo'lga solgan. Hatto Rasululloh "Men ilmning shahri, Hazrati Ali ilmning ishkidir" degan edi. Sahobalar hamisha yo'liqqan masalalarda uningga maslahat soladi. Ya'ni kunlarning birida xalifa bo'lishi aniq edi. Shu kuni, ya'ni mushundoq fitnaga to'lgan kunlarda bu xizmatga eng loyiq kishi u edi. Eng boshda Hazrati Talha va Zubayr bayat berdi. Undan keyin muhojirlar, ansarlar va Madina xalqi bayat berdi. Mana endi Hazrati Ali islomning 4-xalifasi bo'lgan edi. Lekin bu bayat jarayonini afsus hammaylan qo'llab ketmadi. Aliga bayat qilmaymiz. Bo'libmi bayatning amaliylashish shartlari ba'zi sahobalarning aqlida savol paydo qilgan edi. Hazrati Osmon radhiyallohu anhuning qabilasi bo'lgan Bani Umayyadan hech kim Hazrati Ali radhiyallohu anhu bayat bermadi. Bayat qilmaymiz. Buni bilib qolsin. Qat'iy bayat qilmaymiz. Har bir shaxsning bayat qarorini berishda
o'ziga kuchli sabab bo'lishi bilan birga siyosiy atmosferaning ta'sirimi yo'q emas edi. Bayatdan keyin Hazrat Ali radhiyallohu anhuni kutib turgan eng muhim ish bo'lsa, Hazrat Osmonning qotillarini jazolash edi. Lekin aniq bir qotil yo'q. Soni mingga yetadigan bu kishilar Osman'ı biz öldürdük. Biz öldürdük. Hazrat Ali radhiyallohu anhu shaharga butunlay hokim bo'lib bo'lgan qo'zg'olonchilarni oldirab bitirib qala oladiganligi ko'z yetmagan edi. U atrofning besiqishini kutyotdi. Bo'lmasa ishlar besiqmay turib, texmi cho'ng fojialarni yuz bermaydi degili bo'lmaydi. Yana bir tarafdan Hazrat Aliga faqat Madinada bay'at berilgan edi. Boshqa viloyatlardan bay'at beradiganlar texi bay'at berib bo'lamagan edi. Shundaqla Sham valisi Osman radhiyallohu anhuning tuqqani Hazrat Muaviya o'ziga kelgan bay'at chaqiriqini rad qilgan edi. Hazrat Muaviya Hazrat Alini avval Hazrat Osmanning qotillerini jazolash kerak deb qaraydi. Madina xalqimi shunda qaragan. Hazrat Alining fikrimi amaliyotda ularningki bilan o'xshash desak ham bo'ladi. Lekin bu qag'i quzg'unlarning orasidan qotillarni qanday topadi? Mana dal mushu masala Hazrat Ali bilan Hazrat Oyisha onamizni bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'ygan masala edi. Onun ustiga bu kundan keldiganligini payg'ambar alayhissalom yillar burun xabar bergan va ogohlantirgan edi. Rasululloh nimadan ogohlantirgan edi? Bilamsiz. Uni deyishdan burun ixtilofni, ya'ni bu bo'linishni tushunish uchun biz selishtirib chiqishga tegishlik ikki adolat turi bor. Biri to'liq adolat, ya'ni butun va mukammallikka ega adolat. Ikkinchisi bo'lsa nisbiy adolat, ya'ni yo'l qo'yadigan adolat. Sahobalar bu ahvolda barliq qo'zg'olonchi guruhning tamoman yo'qotishini emas, faqat qotillarni jazolantirish tarafdori edi. Osman'ın qisasini keyniga tortishga qat'iy bo'lmaydi. Lekin faqat qotillarni jazolashimiz lozim. Farqi yo'q, hamma kishilarni emas. Bu ishda adolat qilishi keskin bo'lishi lozim, ammo xatolashmasligi kerak. Chunki fitnaning qalayimqanchiliklardan ismi voqeaga chetilib qolgan nurg'unlagan kishilar bor edi. Ba'zilar guruh keyin qitilgan nodon qo'l badaviylar edi. Hatto ko'pinchisi Hazrat Osmonning qotilini saqlashni to'g'ri ko'rmaydi. Vaqadagi shuncha ko'p kishining nihoyatda oz bir qismi fitnani tarqitib o'z kontrolliga tutib o'tadi. Islom qonuniga nisbatan o'lim jazosiga faqat qotillar loyiq edi. Qotillarni tepish imkoniyati bo'lsa, kollektiv holda jazolash zulm bo'ladi. Bu Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umarning siziqi. Hazrat Ali ularning izidan menish kerakligini ta'kidlab turadi. Lekin Hazrat Talha, Hazrat Zubayrga o'xshash ba'zi sahobalar yuqorqi qonunni ijro qilib bo'lmaydi deb qaraydi. Ya'ni ular hozir kelishga majbur ekanligini va bu jazolashning zulm bo'lmaydiganligini ilgari suradi. Bu sababdan voqeaga chetishlik kishilarning biroqla jazolanishini xohlagan edi. Hazrat Ali bu fikrni rad qildi. Aldirab hukm chiqarmaslik kerakligini, masalani inchik tekshirib, bevosita qotillarni tepib chiqish kerak deb qaraydi. Jinoyatning ikki guvohchisi bor edi. Biri Hazrat Abu Bakrning o'g'li Muhammad. Esingizdamikan, u Hazrat Osmonni o'ldirgili kirganlarning orasida edi. Lekin Hazrat Osmonning gapi bilan pushaymon qilib, voz kechib, qochib ketgan edi. Hazrat Ali uni so'roq tortdi. Ularni tonimayman. Qotillar ikki kishi edi. Vaqaning ikkinchi guvohchisi Hazrat Osmonning ayoli Noila onamiz edi. U mu qotillarning ikki kishi ekanligini, lekin tonimaydiganligini aytdi. Masalani oydinlashtirish uchun texmi ko'p uchurg'a va surishtirishga ehtiyoj bor edi. Hazrat Talha va Zubayr Hazrat Alining fikrini qabul qilmaganligi uchun bay'atdan chiqqan edi. Ular boshqacha bir hal qilish chorasi izlaydi va bu izlash keyingi kunlarda to'limi afsus ikki tarafni to'gi voqeasida qarama-qarshi holga kelib qo'ydi. Odamning aqliga shu savol keladi. Ikkili taraf jannat bilan xushbishorat berilgan 10 sahobalardan, ya'ni Rasulullohning hayot vaqtida ularga jannat bilan xushbishorat bergan 10 kishining ishida bor edi. Ikkilisi tanlangan sahoba turib, qandoqmi qarama-qarshi holga kelib qoladi. Chunki bu bir ijtihod masalasi. Amaliyotda ikkili taraf Allohning rizosiga mos bo'lganini izlaydi. Ikkili tarafning o'zga kuchliq ko'z qarashlari bo'lg'achqa gunohkor bo'lmaydi, savobga erishadi. Lekin islom olimlarining ittifoqiga asosan Hazrat Alining fikri davrning talabiga bakroq uyg'un deb qaraldi. Xo'sh, undaqda qolgan ikki sahoba bu fikrga keyin qo'shilamdi. Qani qarab boqaylik. Hazrat Osmonning shahodat xabari oxiri Oyisha onamizga yetib keldi. Ey Oyisha, Hazrat Osman shahid qilindi. Oyisha onamiz shu vaqtda hajdan qaytayotgan edi, lekin qalaymiqanchilikni anglabla Makka ga qaytib keldi. Hazrat Talha va Hazrat Zubayr Makka ga keldi va Hazrat Oyishaga butun ahvolni tafsili anlatdi. Ular Hazrat Osmonning qinini yerda qolgan peti tashlab qo'yishni xohlamaydi. Xalqni chaqirib taxminan 3000 kishi bilan yo'lga chiqadi. Ularning maqsadi xalifaga qarshi chiqish emas, balki Hazrat Osmonning qotillarining jazolantirilishi
va musulmonlar orasidagi qalaymaqonchilikning yo'qotilishi edi. U mu'minlarning onasi edi. Har kallada har xiyol degandek, garchi hamma kishining o'ziga tushliq fikri bo'lsa-mu, ammo uning fikri hamma kishi uchun muhim edi. Hatto Hazrati Oysha onamiz xalqqa Hazrati Aliga ishonish haqida nasihat qiladi. Hazrati Oysha onamiz Basra shahriga yetib bormoqchi edi. U yerda askarlar ko'p nisbatda egallaydigan bo'lishqa, qo'zg'olonchilarga qarshi Ravrus qo'shini yig'alaydi. Lekin o'ylamagan yerdan yo'ldagi vaqtda yana bir fitna o'tirib chiqdi. Undaq bo'lsa, masala hal bo'lganda kim yangi xalifa bo'ladi degan fikrni o'ttirg'a tashladi. Oysha onamizning munda xariz yo'q edi. Fikr o'xshashmasligi ko'paygan sari karvon bo'linib ketdi. Ya'ni 3000 kishidan 1000 kishi qoldi. Hazrati Ali bu karvonning yo'lda kelayotganligi xabarini olganda yana bir qalaymaqonchilikning chiqishidan ansiradi. Hazrati Oysha intayin cho'ng bir qo'shin bilan bizga qarab kelibdi. Ya'ni hammadan bak boshdagi kishilarning yaxshi niyatidan qora niyat kishilarning foydalanib ketishidan ansiraydi. Vaqa yo'g'inib ketishi mumkin edi. Amaliyotda Hazrati Alining o'ylaganlarini xato degilimi bo'lmaydi. Chunki Oysha onamizning karvonning orasida fitnaning beshi bo'lgan Ibn Sabaning odamlari bor edi. Munofiqlar faqat jim turdigandek emasdi. Hazrati Ali darhol harakatga o'tdi. Uning bilan birga 3000 kishi bor edi. Basraga Hazrati Oysha onamizning karvondan baldur yetib berib, xalqqa ahvolni tushundirmoqchi edi. Shuning bilan xalqmo xalifaning atrofiga yig'ildi. Lekin yetishmadi. Baldur bo'lgan taraf Hazrati Oysha bo'ldi. Shuning bilan Hazrati Ali bu qitim Kufa shahriga berishni o'ylashdi. Kufa mu intayin cho'ng askariy kuchi bor bir yer. Balkim u yerdan qo'llashga erishib qolsa ajab emasdi. Lekin Basra valisi Hazrati Oyshani, Kufa valisi bo'lsa Hazrati Alini qo'llashni xohlamadi. Ya'ni ular voqeaga aralashishni xohlamagan edi. Lekin ikkili taraf xalqqa gap qilib yurib, shahardan oz to'la yordam va kuch yig'di. Bu voqeadan ozroq burun Hazrati Oysha onamiz Basraga yaqinlashay deganda ajoyib, hayron qolarliq bir ish yuz berdi. Kitlarning havşıgan ovozini anglab Rasulullohning bir so'zi esiga keldi. Rasululloh ayollarining yanında kelgusida yuz beradigan bir fitnadan bishorat bergan va ajiba qaysinglarga Havobning itlari havshiydigando degan edi. Qilayotgan xatomidi? Yaxshi niyat bilan chiqqan bu yo'lning oxiri xato natijaga sabab bo'lib qolamdigando. Hazrati Oysha onamiz qo'rqqan edi. Uning shu topda eng umid qildigini Rasulullohning ogohlantirishining o'ziga qartilgan bo'lishi edi. Biz hozir qayerda deb so'radi. Berilgan javob Havobda. Dal Rasululloh aytgan ya. Yenidikilarga darhol qaytqisi borligini aytdi. Bu qilayotganning xato ekanligini dedi. Lekin ba'zilari yo'l boshlig'ichining xatolashganligini, bu yerning Havob emasligini aytdi. Hazrati Zubayr bo'lsa, "Ey mu'minlarning onasi, balkim Alloh taolo siz sababli mu'minlarning orasini yaxshilab qolsa ajab emas" dedi va oxiri qoyil qildi. Bir muddat vaqt o'tgandan keyin ularga bir elchi yetib keldi. Qaqa ibn Amr. Uni Hazrati Ali avatgan edi. Hazrati Ali ikkilarning orasida shak shubhaga yo'l qo'ymasdan masalani hal qilishni xohlaydi. Oysha onamizga Hazrati Talha va Zubayrga mundoq dedi. Bu masalaning hal qilish yo'li o'zimizni tutib olish. Sabr qilsak, bu fitnani chiqarganlar sabr qilolmay o'zini oshkorlaydi. Agar sizlarmi bayat qilsanglar, bu fitnaning besqishiga foydasi bor. Ilgirkidek yaxshilikning boshlamchisi bo'linglar. Chaqiriqqa hammaylan qo'llaydiganligini bildirib ovoz qo'shdi. Bizning maqsadimiz faqat kishilarning orasini isloh qilish. Agar sizmi bu fikrda bo'lsangiz, oramizda hech qanday ixtilof yo'qkan. Hammaylar shu topda yuz berayotgan ishlarga nisbatan intayin jimjit va tamkin pozitsiyada edi. Shuning bilan Hazrati Ali ishongan holda Basraga qarab ketyotdi. Basraga kechida yetib keldi. Har ikki taraf shu yerda qo'nib qoladi va atrof tinch edi. Lekin qo'shinning orasidagi munofiqlar bu huzurni qat'iy xohlamaydi. Jimjit kechida munofiqlarning beshi Ibn Saba harakatga o'tdi. Qanday qilsanglar qilib, musulmonlarni kuch kiritib, jangga qiziqtirib, musulmonlarning orasini buzib parchalashinglar lozim. Undaqda ular buni qanday qiladi? Shunda qilib munofiqlar ikki qo'shinning orasiga o'z odamlarini o'rnashtirdi. Kishilar uxlayotganda tuyuqsiz ikki tarafdan hujumga o'tadi. Bu razil plan birdamda atrofda ostin-ustin qilib o'tadi. Hujum ikkili tarafda birli vaqtda boshlandi. Kimning baldur hujumga o'tganligi aniq emas. Qalaymaqonchilik jarayonida ikkili taraf o'ziga avval hujum qilindi deb o'yladi va to'lim afsus so'qishga boshladi. Hazrati Ali nima bo'lganligini bilish uchun taraf-tarafga askar avatdi. O'zi tarafni urushdan saqlab qolishga tirishadi. Hazrati Oysha mo o'zi tarafdagilarni tutib qolishga tirishadi. Lekin urush pat to'xtaydigandek
Musulmonlar bir-birlab o'z qarindoshlarining qo'li bilan shahid bo'ldi. Mana fitna degan mushundoq narsa. Urushning eng qiziq vaqtida Hazrati Ali etiga minginicha urush maydonining o'ttirg'i bosib kirdi. U Hazrati Zubayrni izlayotdi. Rasululloh yillar burun ikkilisini ogohlantirgan edi. Bu ogohlantirish Hazrati Alining esida bor edi, lekin Hazrati Zubayrning esidan ko'tarilib qolgan. U oxiri Hazrati Zubayrni topdi va mundoq dedi. Ey Zubayr, Allah rızası uchun so'rayapman. Rasulullohning kunlarning birida paloniyada Ali bilan urushsan. Ammo haqsiz taraf sen bo'lasan degan esingdimi? Hazrati Alining bu gaplarini olgan Hazrati Zubayr hayronlikda qetib qoldi. Allah bilan qasamki unutib ketib ekanman. Sen eslatgandan keyin esimga keldi. Allah bilan qasam qilamanki, sen bilan hargiz urushmayman. Hazrati Zubayr keyniga chekinishni o'yladi. Buningga qo'shilib Hazrati Talha ham keyniga chekinishni o'ylagan edi. Bir qatim bo'lsa-mu fitnaning oldini to'sib, hamma ish hal bo'lib ketadiganday ko'ringan edi. Lekin shu jarayonda yiroqdan bir o'q kelib, 3 qahramonning biriga tegdi. Ya'ni yer yuzining hayot shahidi bo'lgan Talha ibn Ubaydullah yerga yiqildi va shu yerda shahid bo'ldi. Shunda qilib Rasulullohning qahramoni Hazrati Zubayrmi u qalayimqonchilikdan saq chiqolmadi. Hazrati Osmondan keyin jannat bilan xushbishorat berilgan, ya'ni 2 kishi bu fitnada jon berdi. Jannat bilan xushbishorat berilgan 10 ismdan faqat 3 kishilik qolgan edi. Ya'ni ular o'xshash fitnada qurbon bo'ladigan oxirgi kishilarmi emas edi. Mana fitna degan mushundoq narsa. Bir muddatdan keyin jang Hazrati Aisha radhiyallohu anhaning atrofida bo'lishga boshladi. Hazrati Aisha to'gining ustidagi taxtiravonda edi. Taxtiravonga kayni-kaynidan o'qlar etildi. Suyimlik payg'ambarimiz dininglarning yerimini Hümeyradan, ya'ni Aishadan o'gininglar degan edi. O sahabelarning eng buyuk olimlaridan biri edi. Qo'g'dalmasi bo'lmaydi. O kuni Aisha onamizni qo'g'dash uchun dal 70 kishi o'qlarga qalqon bo'lib shahid bo'lgan edi. Hazrati Ali qo'shinning bosh qo'mondoni Malik ibn Ashtarga buyruq qildi. Malik, sen darhol berib Hazrati Aishaning to'gisini cho'ktir. Bu fitna u to'gining atrofida cho'kilayotdi. To'gi yiqilsa kishilar tarqaydi. Shuning bilan birga Aishaning qarindoshi Muhammadni chaqirib mundoq dedi. Darhol berib hadangni qo'shinning orasidan epchiq. Uni qo'g'digan holda Makkaga qarab yo'lga selinglar. Onunga qilchi ziyoniyasi bo'lmaydi. Hazrati Alining plani ishga yarab, urush to'xtagan edi. Oxiri hamma ish tugadi. Hazrati Aisha onamizni qo'g'dash uchun bir guruh tashkillandi. Rasululloh o'zining ayollaridan birining bu fitnaga vosita qilinganligini biladi. Mush sababdan Hazrati Aliga mundoq degan edi. Ey Ali, kelgusida sen bilan Aishaning orasida bir ixtilof yuz beradi. Hazrati Ali hayron qolgan holda "Menmi?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhisalom "Ha" deb javob beradi. Hazrati Ali haqsiz taraf "Men bo'lamdim ey Rasululloh" deb so'raydi. Payg'ambar alayhisalom "Yo'q, lekin oranglarda bu ish yuz bersa Aishani yaxshi kuzatib, bexatar joyga yo'lga solg'in" deydi. His qildingizmi? Rasulullohning faqat hayot vaqtida emas, o'zidan keyin ummatning beshiga keladigan musibatlardan ko'ngli yarim bo'ladi. Mush sababdan yo'l yo'riq ko'rsatgan edi. Hazrati Ali ayrilishdan burun Hazrati Aisha onamiz bilan ko'rishga bordi. Ularning orasida bir-biriga nisbatan hech qanday g'azab yoki nafrat emas, balki hurmat bor edi. Hatto atrofdagilarga buni his qildirgan edi. Oxirida ikkili taraf yuz bergan ishlarni kaydiga tashlab, ummatning birligini qo'g'dashga niyat qildi. Uningdan keyin Rasulullohning g'aybiy buyrug'iga asosan Hazrati Ali qo'g'dig'ich qo'shin bilan Aisha onamizni Madinaga yo'lga soldi. Hazrati Aisha onamiz hayotining qolgan 22 yilini u yerda ibodat va ummatning ta'lim tarbiyasi bilan o'tkazdi. Bu vaqada har ikkili tarafdan o'ldirilganlar olimlarning ittifoqi bilan shahid va jannat ahlidan bo'ladi. O'ldirilganlar gunohsiz, qat'iy gunohkor bo'lmaydi. Ular faqat fitnaning qurboni bo'ldi. Ularning maqsadi faqat o'zini qo'g'dash. Eng oddiysi ikkili tarafda jannatdan xushbishorat berilgan 10 kishining orasida bo'lishi buni tushunish yetarli. Urush oxirlashgandan keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu qo'shinlarni ilib Kufaga qaytib keldi. Tunji 3 oy mushundoq o'tgan. Munofiqlarning 5i Ibn Saba to'limi afsus 3 yil planda futuq qozongan edi. 5ida xalqni Hazrati Osmonga qarata kuch kiritib, Hazrati Osmonga qarshi bir guruh tashkillagan. Oxirida berib Hazrati Osmonni shahid qildi. Oxirgi qatim bo'lsa, to'gi vaqasining portlab chiqishiga sabab bo'ldi. Bu uning oxirgi plani emasdi. Uning yangi bir planga ehtiyoji bor edi. Kishilarni Hazrati Osmonga qarshi kuch kiritganda cheklik bir natijaga erishgan edi. Ya'ni faqat nafrat. Ma'lum bir yergacha ishlaydi. Lekin bu nafratni so'ygi niqobi bilan xalqqa sunsa, texmi cho'ng natijaga erishgan bo'ladi. U texmi xatarlik
ishlarni sinab beqishni xohlaydi. Oxir planni tatbiqladi va odamni hayron qoldirgudek bir ish yuz berdi. Kunlarning birida bir guruh Hazrat Alining yeniga kelib, Sen bizning Rabbimizsan. Biz sana cho'qinamiz. Hazrat Ali nim bo'lganiga hayron qoldi va qattiq g'azablandi. Darhol tövbe qilish. Ularning bir yerdan buyruq oldiganligi chiqib turadi. Ular so'zida ching turdi. Hazrat Ali ularni solat quzib qo'ydi. 3 kun muhlat berib tövbe qilishni aytdi. Shuning bilan ular kepidan yanmay turib ularni o'limga hukm qildi. Ibn Sabaning tunji planlari mushu edi. Xuddi insonlarga Hazrat Alining so'ygisini amlayotgandek ko'rinadi. Uni maqtaydi, lekin uning maqsadi mushu niqob bilan ilgirki 3 xalifaga dushman qilish edi. Aslida tunji xalifa bo'lish Hazrati Alining haqqi edi. Lekin uni Abu Bakr, Umar, Osmonlar tortib oldi. Zade tunji xalifalik kimning haqqi edi? Ajiba Abu Bakr Alidan ustunmidi? Bunun bilan qolmay hatto ularga haqorat qiladi. Ularni insonlarning nazaridan tushirishga o'rnatdi. Ularning fikri Hazrati Umardan keyin hozirgi Iron bo'lgan Kufada taraqqiy qiladi. Chunki ularning 100 necha yildan buyon davomlashib kelayotgan davlatlari Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umar sababli yiqilgan. Milliy yuz obro'y to'kilgan edi va buningga qarshi ichidan g'azab, nafrat paydo bo'lgan edi. Shu sababdan ulardagi masala Ali so'ygisi emas, Ömer düşmanligi edi. Bu ismlar islomning nurg'unlagan haqiqatlari bilan o'xshaganlik uchun bo'lsa-mu, bu haqiqatlarga nisbatan ichidan bir o'shmanlik shakllangan edi. Bu fikrga sahib bo'lgan kishilarga nisbatan Hazrati Ali 20 yildan ortiq vaqt, ya'ni tunji 3 xalifaning yanında qasdan yasalma qiyofatga kirib olgan bo'ldi. Ya'ni garchi ularga qarshi bo'lsa-mu, faqat ziyonga uchirmaslik uchun sukut turgan va ularga yaqin turgan bo'ldi. Shuncha yil saxtalik qilib vaqt o'tkazgan bo'lsa, ondaqda riyoxo'rlik qilgan bo'lmadi. Bundaqcha aytganda, yolg'on taqvolik qilgan bo'ladi. Sizningcha bundaq bo'lishi mumkinmi? Hazrat Aliga o'xshash qadamda bir o'zini janggohlarda oldiga etib turadigan, hech kimdan qo'rqmaydigan bir yigit agarda bu 3 xalifaga qoyil bo'lmasa, ularga itoat qilamdi. Halbuki u ularga 20 yildak do'stona holda maslahatchi bo'lgan. Ularni hamisha qo'llagan, hatto keyin bo'lgan bolalarga Abu Bakr, Osmon ismlarini qo'ygan tursa. Rasulullohning hayoti bo'yicha bu 4 ism har vaqt bir qatorda keladi. Hamda kim ularni bir-biridan ayriya oladi. Lekin yana shu Ibn Sabaning xalqning milliy his-tuyg'ularidan foydalanishi tasga to'xtamadi. Oddiy sodda Osmonga bo'lgan dushmanlik strategiyasidan yangi bir strategiyaga o'tganda, ya'ni Ali so'ygisi bilan birlikda boshqalarning dushmanligiga o'tganda o'ylamagan yerdan plan ishga yarab qoldi. To'lim afsus, bu fikr kunimizga qadar yetib keldi. Ishning eng g'alati yeri shuki, bu ishmo yillar burun Rasululloh tarafidan oldin xabar berilgan. Rasululloh Hazrat Aliga mundaq degan edi: "Senda Isa alayhisalomga o'xshab ketadigan bir ahvol yuz berdi." Yahudilar uningga ajoyib bir o'shmanlik qilgan ediki, hatto onasiga tuhmat qilishgan. Xristianlar uni haddidan ziyoda so'ygan ediki, hatto uningga loyiq bo'lmagan bir maqomga ko'tarishgan. Ya'ni hadisda deyilishicha, bir guruh haddidan ziyoda yaxshi ko'rgan, yana bir guruh haddidan ziyoda dushmanlik sababidan ozgan edi. Hazrat Ali bu hadisni naql qilgandan keyin mundaq deydi: Mening haqqimda ikki turli kishilar halok bo'ladi. Biri meni haddidan ziyoda yaxshi ko'rib, menda bo'lmagan narsalar bilan meni maqtagan kishilar. Yana bir turli kishilar bo'lsa, menga dushmanlik sababi bilan menga tuhmat qilgan kishilar. Hadis tilga olingan tunji guruh keyincha Shiada haddidan eshiverib xalifalarga o'shmanlik qilganlar bo'ladi. İkinci grup, ya'ni Ali radhiyallohu anhuga haddidan ziyoda dushmanlikni oshirib etadigan guruh bo'lsa, xavorijlar edi. Undaqda bular qanday oshirib etgan? Inshaalloh filmning oxirida bu haqda tafsiliy to'xtalamiz. Hazrat Alini to'g'ri shaklda yaxshi ko'rib havas qildiganlar bo'lsa, ahli sunnat, ya'ni bizlar. Qanamsa kelgan yerdan davomlashtiraylik. Hazrat Ali radhiyallohu anhu shu kunlarda siyosiy jihatdan Kufani bexatar deb qaragan edi va vafot topgan qadar mush yerda qoladi. Shunda qilib xilofat markazini mush yerga yo'tkidi. Barliq valilar uningga bayat bergan edi, lekin bir kishi buning sirtida, ya'ni Sham valisi Hazrat Muaviya. U qotillar jazolanmoqchilik bayat qilmaydiganligini aytdi. Hazrat Ali mo qotilni tepib chiqishni xohlaydi, lekin qotilni topolmagan edi. Hazrat Muaviya bo'lsa tezroq adolat ijro qilishni va voqeaga chetishli kishilarning hammani o'lim jazosiga buyurishni xohlaydi. Islomiyatga yangi tuproqlar qo'shilgan bo'lib, xalqning ko'p qismi Rasulullohni ko'rib boqmagan kishilar. Ya'ni 23 yillik mujodilaning guvohchilari emas edi. Balkim mush sababdan bo'lsa kerak sahobalardek islomga bo'lgan beg'i chin emas.
Shunga xalifaning adolatidan shubhalansa bo'lmaydi. Bo'libmi kollektiv holda o'lim jazosini ijro qilgan rahbarga hech kim yiqilishni xolamaydi. Hatto islom bilan arasi yiroqlab ketishi mumkin edi. Ya'ni Hazrati Alining qarori Rasulullohning strategiyasiga uyg'un bo'lgan edi. Sham valisi Muaviya valilik xizmatidan tushirildi. Sham intayin cho'ng nüfusga ega bir davlat hisoblanadi. Shuning bilan Muaviya yangi valini rad qilib qaytarib etdi. Farmon bizga yetdi. Ammo Osmonning qotili jazolanmaguncha yangi vali rad qilinadi. To'lim afsus, bu ikki tarafning o'tirg'i qaytadan bir so'g'uqchilik tushdi. Shunda qilib bu so'g'uqchilik barg'an sir cho'ngaydi. Bu voqealarni tomoshabin ba'zi kishilar bilib bilmay xatolashib qilishi mumkin. Ya'ni bir taraf haqli edi, yana bir taraf haqsiz degandek. Amaliyotda buning hukmini ayıradigan biz emas. İkinci ahvol bo'lsa, Hazreti Ayşe radhiyallohu anha va uning tarafdorlari o'tirishib yuz bergan voqeaga o'xshaydi. İctihatlar farqli. Ya'ni ikkili taraf haqni izlaydi va Allohning roziligini ko'zlaydi. Lekin tutgan yo'li o'xshamaydi. Olimlarimizning ijtihodiga qaraydigan bo'lsak, Hazreti Alining fikri shu vaqtdagi davrning talabiga uyg'un. Hazreti Muaviyani hargizmi o'z fikrini o'ylaydigan oddiy bir vali ekan deb aqlingiz kelib qolmasin. Rasulullohning tarbiyasini olgan sahobalarni kunimizdagi insonlar bilan o'xshash tarozi qo'yamaymiz. O soni cheklik bo'lgan vahiy kotiblardan biri edi. Ya'ni Rasulullohga vahiy kelganda uni tunji bo'lib qog'oz yozib xotirlaydiganlardan edi. Shu zamongacha valilar 4-5 yil aron xizmatini qilsa, o 20 yil Shamda astoydillik bilan muvaffaqiyatli holda xizmat qilgan edi. Rasulullohning ayollaridan Ummu Habiba onamizning qarindoshi edi. Ya'ni Rasululloh bilanmi tuqqandirchilik bor edi. Rasulullohning hadisida namoyon bo'lish uchun Konstantiniya, ya'ni hozirgi Istanbulni tunji qo'rshab olgan kishi edi. İslamiyetga nurg'ulg'an tuhfalarni qo'shgan. Ya'ni ikkili taraf hamisha Allohning rizosini asos qiladi. Hatto shu darajadagi ikkilanning o'ttiri egizpas bo'lgan mezgillardami Hazrati Muaviya hal qilamagan bir huquqiy masalani uning hal qilib berishini talab qilgan edi. Hatto bu ishning ahli Ali degan edi. O kunlarda Hazrati Ali radhiyallohu anhu kunduzlarini ummatning masalalarini hal qilish bilan kechalarini bo'lsa ruku, sajda va duo bilan o'tkazadi. Ummatning muqimligini, birligini, fitnalarning yo'q bo'lishini, qalaymaqonchiliklarning oxirlashishini, adolatning o'z o'rnida tajalli qilishini xohlaydi. Shamda bo'lsa xalqni qayg'uga cho'mdiradigan bir ish kun tartibda edi. Hazrati Osmonning qonliq ko'ngli Shamga yetib kelgan edi. Ya'ni Hazrati Osmonni qo'g'dash uchun kesilgan Noila onamizning barmoqlari turadi. Xalq bularni ko'rib eg'ir qayg'uga cho'mdi va kollektiv holda adolatning kechikib ketganligidan og'rindi. Bu ish darhol hal qilinsin! Darhol hal qilinsin! Xalq shu topda ochiqdan yerlaydigan edi. Hazrati Muaviya darhol tegishli jazoning yurgizilishini, bo'lmasa Suriyadan qo'shin tayyorlab yeniga keladiganligini aytdi. Bu pozitsiya Hazrati Alini beram qildi. Shuning bilan ikki qo'shin Siffin tuzlanligida qarmu-qarshi holda bir yerga keldi. Hazrati Ali tinchlikni saqlab qolish uchun ko'p qatim al-javadi. Necha kungacha qayt takliflarni sundi. Barliq valilarning bay'at qilganligini, Hazrati Muaviyaning bu pozitsiyasidan voz kechish kerakligini aytdi. O qon to'kishni xohlamaydi, lekin foydasi bo'lmadi. Hatto Hazrati Ali 110 kundak saqlash va taklif sunish bilan o'tdi. Tarix islom ummatining ikkinchi qatimliq ishki urush sifatida xotirlanadigan urushga guvoh bo'ldi. Siffin urushi. Shuni aniq bilishimiz kerakki, olimlar bu urushda o'lganlarning, o'ldirilganlarning jannat ahlidan bo'lganligiga va ikkili tarafning shahid hisoblanadiganligiga birlik kelgan. Hatto bu vaqtda nadonlarcha taq-tuq so'zlashni cheklagan. Ikkili taraf sahobalarning cho'nglari bo'lg'ashqa va bu vaqtda gap qilish to'g'ri bo'lmaganligi uchun bu urushning tafsiloti haqida so'zlamaymiz. Sahobalardan Amr ibn As Hazrati Muaviya tarafdori edi. Mening bu ishni hal qiladigan bir amalim bor deb urushni to'xtatadigan bir fikrni o'tirib qo'ydi. Askarlar nayzalarining uchiga Qur'on varaqlarini qistirishga buyruq qildi. Qarshi tarafga Qur'on varaqlari tanglandi. Shuning bilan qarshi taraf hujum qilishdan o'zini tortdi. Buyruq ijro qilindi va bu amal rostilla ishga yaragan edi. Bir muddatdan keyin urush to'xtadi. O'tirimizda Qur'on hukm chiqarsin! Hazrati Ali qarshi tarafdan nima xohlaydiganligini bilish uchun elchi avatdi. Hazrati Muaviya mundaq degan edi. Ikkilimiz Allohning kitobiga bo'ysunamiz. Sizlar o'zinglar rozi bo'ladigan bir kishini avatinglar. Bizmi bir kishini avataylik. Ikkisi bizning ustimizdan hukm chiqarsin. Shunda qilib har ikkili taraf birdan qozi belgiladi. Qozilar bir yerga kelishdi, lekin afsuski aniq bir chora topolmadi. Masala texmi qalaymi qalashdi.
Bu qatim o'ylamagan yerdan yana bir guruh o'tirg'a chiqdi. Ikkili tarafni kafir deyishga boshladi. Qo'limizda Qur'on tursa, ikki odamni hukm qilg'izish kofirlikdir. Hukm faqat Allohga xosdir. Ikki odamning emas, Qur'onning degan hisob. Bular Qur'onni qo'yib, odamni hukmchi qilg'izib kofir bo'ldi. Kofir bo'ldi, murtad bo'ldi. Deyishyapti. Ularning ko'z qarashicha qozi tayinlash Allohga sherik keltirish bilan barobar edi. Bu sababdan dindan chiqdi deb so'zlashga boshladi. Bular amaliyotda Rasulullohni ko'ribmi baxmagan, keyin fatih qilingan tuproqlarning insonlari edi. Ular shundoq degenicha qo'shinni tark etdi va keyin Xavorijlar deb atiladigan ozg'un bir guruhni qurib chiqdi. Hazrati Ali kunlarning birida xalq xitob qilayotganda Xavorijlardan biri o'rnidan turib, "Ey Ali, Allohning diniga insonlarni sherik qilding. Hukm faqat Allohga xosdir. Allohga xosdir. Hukm faqat Allohning." ajiba, ular Allohning dinini va Qur'onini Hazrati Alidan bakrak biladiganligini o'ylandi. Bo'libmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qanchilgan qitim maqtaganda uni ilm shahrining ishki degan edi. U hukm faqat Allohning degan xalqqa To'g'ri, bu haqiqatan haq so'z. Lekin buning bilan xato muddaa maqsad qilinyapti. kun o'tgan sari ular bu botil fikrni o'tirg'a tashlashga boshladi. Ular nodon xalqlardan kimlarnidir aldayotdi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Xavorijlarning yig'iladigan yerga elchi avatishni to'g'ri ko'rdi. Ular haqiqatni yetkazsa, hech bo'lmaganda fikrlardan yenib qilishni umid qiladi. Shunda qilib Xavorijlar bilan olib berilgan ilmiy munozaralar necha kun davomlashdi. Mush jarayonda gunohini tunib tavba qilganlar voz kechganlarmi bo'ldi. Lekin voz kechmay o'z ko'z qarshida ching turganlarmi bor edi. Yo'q, bularga qat'iy ishonmanglar. Bular Allohning hukmi bilan hukm qilmaydi. Bular dinda xatolashdi. Hokimiyatni deb dindan chiqdi. Bir muddatdan keyin faqat Hazrati Ali radhiyallohu anhu emas, fikri kallasidan o'tmagan sahobalarni, hatto gunohsiz xalqlarni nishon qilishga, ularni kofir deb qarab o'ldirishga boshladi. Ularni majburiy to'xtatmasi bo'lmaydigan holga kelgan edi. Xo'sh, oxiri Hazrati Ali radhiyallohu anhu Xavorijlarni qo'rshavga ilishga keldi. Shu kunga qadar Hazrati Alining ishlagan xizmatlarining natijasida nurg'unlari voz kechgan edi. Fikrda ching turganlar bilan milodi 658-yilda Nahruvanda urush qildi. Intayin qisqa vaqtda almashgan bu jangda bir guruhdan boshqa Xavorijlarning ko'p qismi yo'qotildi. Mana bu guruhdagi 3 ism bo'lsa, islom tarixini ajoyib farqli bir holga so'rab kirdi. Hamma ish mushularning yuzidan bo'ldi. Mushularni yo'q qilib etsak, bu ishlarni tugaydi. Ular o'z orasida qasam qilishdi. Ularning qarashicha ummatning beshiga bu falokatni olib kelgan 3 kishi edi. Hazrati Ali, Hazrati Muaviya va Amr ibn As. Har biri ularning birini o'ldirishga vazifalandi. Ular avval Hazrati Muaviyaga suiqasd planlashdi. Hazrati Muaviya yaralandi, ammo qutulib qolgan edi. Uningdan keyin Amr ibn Asni nishonga oldi. Lekin u deb gumon qilinib, o'ylamagan yerdan boshqa bir kishi suiqasd qilindi. Natijada u qutulib qolgan edi. Hijriyaning 40-yilning Ramazon oyida navbat Hazrati Aliga kelgan edi. Juma kuni edi. Har kundagi o'xshash bomdod namozi uchun masjidga qarab mangdi. Kufaning ko'chalari texi o'yg'anmagan edi. Ibn Muljam ismli Xavorij Hazrati Alining ishkining tubida yoshirinib yotgan edi. Rasulullohning xalifasi uydan chiqdi. Suiqasdchi qo'lidagi zaharli qilishni Hazrati Alining beshiga urdi. Xalifa yerga yiqilib tushgan edi. Ahvolni ko'rganlar darhol suiqasdchini tutib Hazrati Ali tarafga yugurdi. Hayot dedi, uyga olib kirdi. Ey mu'minlarning amiri, Mo'ljamni o'ltiraylimi? O suiqasdchini shu vaqtda ham jazoga hukm qilmadi. Dal aksicha, To'xtanglar. Agar yashab qolsam, balkim kechirib yetishim mumkin. Vafot topsam, birga bir qisos ijro qilinsin. Lekin qat'iy quloq, burun kesadigan ishni qilmanglar. chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haddidan oshirib yetishni cheklagan. Qisos sifatida o'lim hukm qilinadi. Hazrat Usmonning qotillarining kimligi aniq oshkorlanmagan edi. Qotillar ömür bo'yi qo'rqinish ichida yashadi. Lekin insonlar ularni topolmagani bilan ular ilohiy adolatdan qochib qutulamaydi. O'lim ularni topdi va mahsharning katta mahkamasigacha qabrida azobga taslim qildi. Islom xalifasining ahvoli kun sayin og'irlashib ketib boradi. Ey mu'minlarning amiri, bizga sizdan kim bo'ladigan o'rinbosar xalifa tayinlab bermamdilar. Yo'q, men Rasululloh xalifa tayinlamasdan ketganda ketaman. Yaxshi bo'lsanglar, Rasulullohdan keyin Alloh bizni yaxshilikda jam qilgandek, sizlarni yaxshilikda jam qiladi.
O'zining shahid bo'lganligini his qilib, yeniga o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumlarni chaqirdi. Ularga oxirgi qitim gap qilyotdi. Yordamchisi va sheriki bo'lmagan, yolg'iz Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga, Muhammad alayhisalomning Allohning bandasi va elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Alloh uni mushriklar yoqtirmagan taqdirdami dinini butun dillardan ustun qilish uchun hidoyat va haq din bilan avatdi. Mening namozim, ibodatlarim, hayotim, mening o'limim butkul olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh uchun. Uning hech qanday sheriki yo'q. Men mushuninga buyurildim. Men musulmonlardandirman. Ey Hasan, seni bütün farzandlarimni, oilamni va bu vasiyatnomam yetib qolgan har bir kishini Rabbinglar Allohdan qo'rqishga vasiyat qilaman. Sizlar hayotinglarning oxirigacha iymoninglarda qat'iy mustahkam turinglar. Hammanglar Allohning arg'amchisiga mahkam yopishinglar. O'zaro bo'linmanglar. Chunki men Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kishilarning o'ttirsini tuzitish, azirlashib qolganlarning o'ttirsini isloh qilish, namoz va ro'zalarning hammasidan afzaldir deganligini anglagan edim. Qarindoshlaringlarga, tuqqanlaringlarga ko'ngil bo'linglar. Ular bilan sila-i rahim qilinglar. Aloqani uzib qo'ymanglar. Shundala Alloh sizlarning savol so'roqinglarni yeniq qiladi. Yetimlarga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Ularni och qoldirmanglar. Sizlar boturib, ular hargiz zoyi bo'lib ketmasin. Qo'shnilaringlarga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki ular payg'ambaringlar sallallohu alayhi va sallamning vasiyatidir. Payg'ambarimiz qo'shni haqida shunchalik jiq vasiyat qildiki, hatto biz uni qo'shnini qo'shniga varis qilib qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qolgan edik. Qur'onga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Qur'onning hukmlariga amal qilishda boshqalar sizlardan o'tib ketmasin. Namozga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki namoz dininglarning to'rikidir. Rabbinglarning uyiga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Tiriklik ekansizlar u yerni hargiz quruq qo'ymanglar. Chunki u yer tashlanib qolsa, beshinglarga balo keladi. Ramazon oyiga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki Ramazon ro'zasi do'zax o'tidan saqlaydigan qalqon. Alloh yo'lida mollaringlar va jonlaringlar bilan jihad qilishga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Zakotga ko'ngil bo'linglar. Chunki zakot Rabbinglarning g'azabini o'chiradi. Payg'ambaringlarning omonatlariga ko'ngil bo'linglar. Ular aranglarda turib, ularga zulm qilinmasin. Payg'ambaringlarning sahobalariga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ularga yaxshilik qilishni vasiyat qilgan edi. Faqir miskinlarga ko'ngil bo'linglar. Turmushingizda ularni sherik qilinglar. Qo'l ostinglardagilarga ko'ngil bo'linglar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki Allohning elchisi dunyodan ketib etib eng oxirgi so'zlagan so'zi sizlarga ikki ojiz bir juftni, ayollaringlarni va qo'l ostinglardagilarni vasiyat qilaman degan edi. Namozga mahkam bo'linglar. Alloh yo'lida hech qanday malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmanglar. Sizlarga qasd qilgan, zulm qilmoqchi bo'lganlarga qarata Alloh sizlarga kifoya. Alloh sizlarni buyurgandek insonlarga go'zal so'zlarni qilinglar. Yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sishni hargiz tashlab qo'ymanglar. Agar buni tashlab qo'ydinglarmi, oranglardagi eng eski, eng razil odamlar sizlarga boshliq bo'lib oladi. Ondan sizlar duo qilasizlar, lekin duoyinglar asla qabul qilinmaydi. O'zaro aloqani quyuqlashtirishga ahamiyat beringlar. O'zaro yuz o'rishishdan, munosabatni uzishdan va bo'linishdan qattiq saqlaninglar. Yaxshilik, taqvodorlik yo'lida o'zaro hamkorlashinglar. Gunoh, dushmanlik yo'lida hargiz hamkorlashmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Shubhisizki Allohning jazosi intayin qattiq. Alloh sizlarni ahli baytni qo'g'diganda qo'g'disin. Payg'ambaringlarning haqqini sizlarda saqlasin. Sizlarni Allohga omonat qilaman. Sizlarga Allohning salimi, rahmati, barakatlari bo'lsin. Oxirgi minutlarda tilida va qalbida nurli Qur'oni Karim oyatlari bor edi. Oxirgi so'zi bo'lsa la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh bo'ldi. İslamның 4-ci Raşid xəlifəsi Hazreti Ali radıyallahu anhu 63 yaşında şehit halda vafat oldu. O şundaq bir zat idi ki g'ayb perdesi açılsa imanımda bir ziyadilik bo'lmaydi deydigan derecede tangdoshsiz iman mertebesiga sahip idi. Mana endi o şehit bulup 4 do'sti bilan jam bo'lish uchun ketdi. Miras sifatida o'zining uyini qoldirdi. O mübarek nesillerden her əsrdə bir ümmetning cho'ng bir qismining erkinligiga vasila bo'ladigan olimlar
imomlar yetishib chiqdi. Janobi Alloh uni dunyoviy saltanatga tegishkusiz ruhiy olamdagi sultonlikqa erishtirdi. Mana bu barliq buyuk xalifalar faqat Alloh uchun yashadi, Alloh uchun jonlarini berdi. Shuningdek, ularga bo'lgan sevgi va sig'inishlar qiyomatga qadar davom qiladi. Ammo rostilla ular bilan ko'rishishni, ular bilan bu damlarni qong'uchi munozirlashishni, payg'ambar alayhisolamning dasturxonida butun sahoba bilan birlikda o'ltirib, ularga quloq solishni xohlasak, o'zimizning hayotiga astoydillik bilan qarab chiqib, samimiylik bilan o'zimizni o'zgartirishga tirishimiz lozim. Qani keling do'stim, bugun biz uchun atiga qo'ymaydigan bir kun bo'lsin. Bugun siz uchun bir qaror kuni bo'lsin.